Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli hamshaharlar. Barchamizga O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yillik bayrami muborak bo'lsin. Angren shahri hamshaharlarimiz uchun ushbu bayram arafasida shahrimizning tashkil etilganligi 80 yilligi munosabati bayrami qutlug' bo'lsin. Angren shahrimizda yagona oliy ta'lim muassasasi bo'lgan Angren universitetida bugungi kunda 5000 dan ortiq talabalarga 120 dan ortiq tajribali professor o'qituvchilar zamonaviy bilimlarni berib kelmoqdalar. Bugungi kunda talabalarimiz o'zlari tanlagan sohalari bo'yicha bilim ko'nikmalarini egallash bilan birga ilm fanda, sportda va turli tadbirlarda o'zlarining qobiliyatlarini namoyon qilish va ularni rivojlantirishga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Universitetda yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar natijasida bir qator yoshlarimiz yuksak natijalarga erishmoqda. Ularning qatorida Prezident stipendiyatlari, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, sport sohasida bir qator g'olib talabalarimiz mavjud. Ilm fanda izlanuvchan bo'lgan tashabbuskor yoshlarimiz albatta ertangi kunga hududimizni rivojlanishiga hissa qo'shishlariga ishonamiz.